Kola. Janob oliylari qarab turibdi. Nega Somyomyo bilan noz qilyapti? Ular tanishmikan? Janob oliylari, menga buyrugingiz bormi? Janob oliylari aslida nimanidir yashiryaptimi? Janob oliylari hurmat bilan Sujeyinga shunday katta mukofotlar berdi. Haramni boshlig'i sifatida imperator kanizaklari birinchi navbatda mukofotlanishi kerak bo'ladi. Qaramamda kimni xohlasam mukofotlashim mumkin. Mendan biror narsa qilishimni so'rayapsizmi? Biz jur'at qila olmaymiz. Janob oliylari, Iltimos bizni kechiring. g'azablanmang. Boshqalar meni mukofotlarimni istaydi. Lekin sen esa mukofotimdan qo'rqasan. Shunchalik tez harakat qildiki, nimadir bo'lgan. Bu barcha sovg'alarni Sujey saroyiga qaytarib yuboring. Xo'p bo'ladi. Men charchadim. Shunga saroyga qaytib ketaman. Hamma tarqalsin. Janob oliylari, tabriklaymiz. Miyamyo, tez tur, ketamiz. Somyomyoning qo'lidagi ro'molchi. U Sujiyu bo'lishi mumkinmi? Sujiyu, shu yerda to'xta. Sujey deb chaqiryapsanmi? Aka, unga aldanmang. Oradan 3 kun o'tdi, lekin hali ham Somyomyoning ajrashish haqida xabar yo'q. Janob oliylari, bu imperator kanizaklari yuborgan yo'l ovqatingiz. Yemayman, olib tashlang. Janob oliylari, bu siz uchun imperator kanizaklari tayyorlagan maxsus ovqat. Uni tashlab yuboring. Xo'p bo'ladi. Janob oliylari, kanizaklar Sarflaning. Hazrat oliylari, oradan 3 kun o'tdi. Sujiyu qirol Si bilan ajrashadimi? Hazrat oliylari, Sujiyu hali ham ajrashgani yo'q. Uni u bilan yarashishga majburlagan Murojinmi? tezroq gapir. Hazrat oliylari, qirol Tan Jiyuni juda yaxshi ko'radi. So'nggi 2 kun ichida 4-opani Jiyu uchun ko'chirish uchun maxsus taklif qilishdi. Somyomyo, meni Jiyu sifatida seni operan saroyda xotirjam tinglashing mumkin. Hazrat oliylari, Sujiyu yaxshi ovqatlanadi, qattiq uxlaydi va qirol Si bilan hamjihatlikda har kuni birga kirib chiqadi. Hazrat oliylari, tinchlaning. Somyomyo, sen menga nari o'ynashni qanday jur'at etding? Janob oliylari, janob oliylari, sizga aytadigan gapim bor. Xonim, qo'limda jarohat bor. Shahzoda suvga tegmasligimni tayinlagan. Malika hamma sizni kutib turibdi. Boshqalarni ovora qilmang. Malikani olib boringlar. Somyomyo, bu safar seni qayta-qayta erkalab qo'yaman deb o'yladim. O'zing kelmasang, bo'lmasa. Bu mukofotlardan buyruq deb o'ylaysizmi? Nega hali ham shu yerda? Biz ertalab buni tashlab yuborgandik. Endi uni oldirishyapti. Ularimga qarang. Ertalabdan beri nima bo'lib ketganini odam qiynalib ketdi. Endi nima qilamiz bilmayman. Bosh vazir saroyidagi masalaga kelsak, olijanobga aytasizlarmi? Nima gap? Somyomyo o'zini noto'g'ri ekanligini bilib, uni saroyga olib kirishni iltimos qilganmi? Janob oliylari, unday emas. Malikaning saroyga qaytishi imperator kanizakidir. Malikaning saroyga qaytadimi? Janob oliylari ruxsat berdimi? Kim biladi?